Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizda egizak darvozalarimizni Toshkent viloyati Uch Qahramonga olib kelib o'rnatdik. Mana yarim 2 qavatli darvozamiz. 3.35 ga 3.5 razmerga bunisi bo'ldi. Narigisi naryoqda 3.5 ga 3.5 razmerga narigisi bo'ldi. Xudo xolasa darvozamiz haqida, materiallar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, bu darvozamiz eniga 3.35, bo'yiga 3.5 razmerga tayyor bo'ldi. Darvozamizning stoykalari krugovoy shviller, 10 ga 5 shviller bo'ldi. Ichidagi profillari 6 ga 4, 1.7 stenada bo'ldi. Listlari ikkilik list ustiga 1.1lik yer yong'oq list bosildi. Juda chiroyli holda o'rnadi bu darvozamiz. Tepalari lazerdan sitka qilib havo aylangani, darvozaxona sal yorug' bo'lgani sitka qilib berildi. Darvozamizni bemalol ko'rishlaring mumkin. Xudo xohlasa kraskalariga kelsak, kraskalari Devo kraska, mokri asfalt rangda bo'ldi. O'rtadagi ruchkalariga nejvinka, oq nejvinkadan yopishtirdik. Zamoglar har doim o'rnatadigan zubr zamogni qora rangida o'rnatdik. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, darvozamiz orqa holatlari, orqalari ham tekis, mana plotniy bo'lib juda chiroyli holda o'rnadi darvozamiz. Mana narigi darvozamiz narigisini ham ko'rsatib o'tsak, ikkovi bir xil stilda, bir xil variantda, materiallari ham bir xil holatda bo'ldi. Mana tayyorladik. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu eniga 3.5, bo'yiga ham 3.5 razmerga o'rnadi. Darvozalarimiz ikkovi 20,5 million so'mga, 1 kvadrat metr 1,50 million so'mdan olib kelib o'rnatildi. Hurmatli yurtdoshlar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kanalimizni kuzatib borsalaring, keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'ling.